Namanganda joylashgan Biloli osh markaziga qaytib umuman kelmani. Sababini o'zi aytamiz. Oka mazasi qanaqa ekan? Mazasi yaxshi emas ekan, tez suvga qoldi. Oka mazasi qanaqa ekan? Zo'rmi? Biratan? Oka qanaqa ekan? Xullas bizga yo'qdi. Hozir yana bittalarni ko'rsatdim, hozir telefonda gaplashyapsiz. Bemalol kelaverasizlar. Bilasizlar, kuniga 200 kg, 240 kg osh damlanadi. Xohlasani divizori, xohlasani lazer. Lazer o'zi tugab bo'ldi. Barchaniga tavsiya qilaman. Oshdan tashqari ichkarida ham 10 xil oziq ovqatlar bor, shashlik somsa, xullas barchasi bor juda. Oka qanaqa ekan mazasi? Mazasini Ha. Vashshi gap bo'lishi mumkin emas. Zo'rmi aka? Zo'r. Jigarli xudo xohlasa kelaverasizlar. Barchani Biloli osh markazida kutib qolamiz. Ushbu nomerlarga telefon qilsanglar, dastavkalarimiz ham bor, yetkazib borib berishadi. Akalar xizmatda turishadi o'zlari, xudo xohlasa kelaverasizlar. Mana o'tdi, atrofimda. Kemani deganimiz sababi sizlar ham bizga o'xshab oshga o'rganib qolasizlar. Xullas barchani Biloli osh markazida kutib qolamiz.